Nabiy sallallohu alayhi vasallamni 13 yil islomga amal qilishlikdan to'sishdi. Hatto suyuqas qilishdi. Hatto quvib yuborishdi, o'ldirishlikka harakat qilishdi. Alloh subhanahu va taolo hijratni vojib qildi. Madinaga borganlarida 8 yil to'xtamasdan hujum bo'ldi. Bir qarasangiz Badr jangi, bir qarasangiz Uhud jangi, bir qarasangiz Ahzob jangi, doim hujum bo'ldi. Islomga amal qilgan oz sonli musulmonlarga imkon berishmadi. 8-hijriy sanada Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hudaybiya degan joyda mushriklar bilan sulh tuzdilar. Sulhning 10 ta bandi bor. 9 ta bandi musulmonlarga zohirda zararga o'xshaydi. 9 ta bandi musulmonlarning zarariga. Bir dona bandi bor, 10 yillik urushmaymiz degan shartnoma. 10 yillik sulh uchun 9 ta zararni zimmalariga oldilar payg'ambar alayhissalom. Hudaybiyaning tarixini o'qing birodarlar. Tinchlik, xotirjamlik, bemalol ibodat qilinadigan, bemalol turib islomning asl mohiyatini da'vat qilinadigan fursatlar, bu tilloga topib bo'lmaydigan fursatlar birodarlar. Soqoliga oq tushgan otaxonlardan kelib alohida so'rang, qanaqa davrlarni boshlaridan o'tkazishgan. Xatm qilish u yoqda tursin, men musulmonman degan odamning boshiga balolar yog'ilgan, otasi o'lganda janozasiga qatnasha olmagan odamlar. Bu dinga amal qilish imkoniyati tug'ilar ekan, payg'ambar alayhissalom 9 ta zararni zimmalariga olib sulh uchun imzoni chekkanlar. Imzoni chekkan zahotlari bir bandi bor edi. Mushriklardan kimdir musulmon bo'lib sizlarga qo'shilsa, qaytib berasizlar degan edi mushriklar. Ammo sizlardan kimdir mushrik bo'lib bizga qo'shilsa, biz qaytib bermaymiz degan edi. Qarang, balanddan kelishligini. Payg'ambar alayhissalom xo'p dedilar. Xo'p, bo'pti dedilar. 10 yil sulh qilamizmi shuni evaziga dedilar. Ha, 10 yil sulh qilamiz. Muhammad Rasululloh deb yozdilar. Rasulullohni o'chirasiz dedi. Sizni rasul ekanligingizga iymon keltirganimizda janjalning ya'ni hojati yo'q edi, o'chirasiz dedi. Hazrat Ali o'chirmayman dedilar. Payg'ambarimiz o'zlari o'chirdilar. Xo'p dedilar, shuni o'chirsam 10 yil sulh tuzamizmi dedilar. Tuzamiz deyishdi. Bu yil haj qilmaysiz, bu yil Ka'baga kirmaysiz. Bu imzoni qo'yasiz deyishdi. Ka'baga qolgan bo'lsa 2 soat, 3 soatlik yo'l qolgan. 470 kilometr piyoda bosib kelgan odamlar Ka'baga kirishlikdan man qilindi. O'sha shartnomaga yozildi. Payg'ambar alayhissalom xo'p dedilar. Shuni evaziga 10 yil sulh qilamizmi dedilar. Ha, qilamiz. Bo'pti, kirmaymiz dedi. Sahobalar tushunmay qoldi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'rnlaridan turib, "Ya Allohning rasuli, biz haqmizmi?" Haqmiz. Nimaga bularga biz ta'viz beramiz? Nimaga bo'yin egamiz? Jim dedilar. Imzoni qo'ygan zahotlari Abu Jandal degan musulmon yigit zanjirlarini sudrab keldi. "Ya Allohning rasuli, men musulmonman, qutqaring bularni qo'lidan" dedi. "Ey Abu Jandal, sabr qil" dedi. "Biz imzoga qo'l, ya'ni imzo chekib qo'ydik, shartnomaga qo'l qo'yib qo'ydik. Sabr qil" dedilar. 10 yillik shartnomaga men qo'lga kiritdim dedilar. "Sen sabr qil" dedilar. Ko'z o'ngilarida qaytib berib yordilar, kaltaklab, boshiga urib, qamchilab olib ketdi dadasi. Shartnoma tugagandan keyin o'rnlaridan turdilarda, tuyalarni so'yinglar, qaytamiz orqaga deganlarida hech kim ergashmadi. Sahobalar qimillamadi. Qo'rqib ketdilar. Payg'ambarga itoat qilmagan qavm uchun balo kelgan, oldingi payg'ambarlar. Bu qavm menga itoat qilmay qo'ydi. Darrov chodirga kirdilar. Chodirda Ummu Salama onamiz bor edilar. Ummu Salama onamiz birinchi musulmon bo'lganlardan. O'sha Habashistonga hijrat qilgan 4 ta ayolning bittasi. Habashiston rivoyatini Ummu Salama qilib aytadilar asosan. Ummu Salama aytdilarki, siz hozir bularni to'g'ri tushuning. Shuncha masofadan o'zlarining yurtlariga qaytib kelib ziyorat qilmoqchi, Ka'bani ko'rmoqchi bo'lib turibdi. Bundan mahrum bo'lib turibdi bular.
Siz chiqing, ularga indamang, o'zingiz tuyangizni o'zingiz so'ying dedilar. Ummu Salama onamizning gapiga kirib payg'ambarimiz chiqdilar. Hazrati Aliga aytdilar, tur, tuyalarni so'yamiz dedilar. Qurbonlik tuyalarni so'ydilar, sahobalar birma-bir ergashdi. Lekin 10 yillik tinchlik shartnomasiga imzo qo'yganlarini o'zi katta yutuq edi. Yo'ldan qaytib ketayotganlarida Hazrati Umarning ahvolini qarang. Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'zlari aytadilar. Men deydilar, payg'ambarga shunaqa qarshi gapirib qo'ydim. Payg'ambarning ishiga aralashib qo'ydim. Endi men haqimda oyat nozil bo'lib qolsa nima qilaman? Men haqimda oyat nozil bo'lib qolsa nima qilaman deb otlarini u yoqqa yugurtiradilar, bu yoqqa yugurtiradilar. Hozir Rasulullohga oyat tushsa men haqimda qiyomatgacha meni ta'na qiladigan oyat bo'lsa nima qilaman? Endi Hazrati Umarning ahvolini tushunavering. Shunda birdan payg'ambar alayhissalatu vassalomga oyat nozil bo'ldi. Oyat nozil bo'lgandagi vaziyat, og'ir holat. Hazrat Umar aytadilar, sovuq ter chiqib ketdi mendan dedilar. Men haqimda tushyapti oyat. Oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambarimiz birinchi bo'lib Umarni chaqiringlar dedilar. O'zi o'ylab turgan narsam, endi men tamom bo'ldim. Meni chaqiryaptilar, men haqimda oyat nozil bo'ldi dedilar. Va chaqirganlarida xush xabar, bashoshat yuz bilan, tabassum bilan aytdilarki, ey Umar, tug'ilganingdan beri eng xursand bo'ladigan kuning bugun dedilar. Nimaga Allohning rasuli? Alloh taolo menga Fath surasini nozil qildi. Inna fatahna laka fathan mubina. Albatta biz sizga ochiq oydin yutuqni ato qildik dedi. Birodarlar, qilichli janglar asl yutuq hisoblanmaydi. Kimnidir o'ldirish, bosib olish yutuq hisoblanmaydi. Asl yutuq musulmonlarni tinch qo'yib islomlariga quloq soladigan vaziyatni yaratish hisoblanadi. 13 yil Makkada, 8 yil Madinada uzog'i bilan 3000 ga yaqin odam musulmon bo'ldi. Makkada 150 ta odam musulmon bo'lgan. U yoq bu yoq. Keyin 3,5 ga odam Madina atrofidagilar bilan musulmonlar bo'ldi. Fath surasi nozil bo'lib, Hudaybiyaning sulhidan keyin 6 oydan keyin 10,000 dagan odam musulmon bo'ldi. Islomning oldi ochib berilsa, islomni eshitadigan maydon bo'lsa, islomning oldida ro'barosida turadigan daho yo'q birodarlar. Amr ibn Osdek odamni tilini mum tishlatib qo'ydi bu islomning oyatlari. Siz e'tiqod qilgan dinning orqasida Alloh turibdi. Buni mahkam ushlang siz.